Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz bugun The Burger degan burgerxonaga keldik va birinchi zakazimiz bazilik olmayan 23 ming ekan. Bu yerda atmosfera bomba. Narxi ham bomba. Mana bu yerga fikr qoldiring degan. Fikringiz zo'rini qoldiramiz hozir. Mana chekni va ikishkin. Qarochi narx-navoni hammasini videoni oxirida ko'rsataman. Nima deysiz? 23 mingga shu arziydimi? Mana do'stlar, burgerimizdan keldik. 15 ming ekan narxi. Qani bitta birgalikda degustation qilamiz biz. Lekin juda ham kichkina. Mana bu akamiz reklamani ko'rib Instagramdan shu burgerlarni hammasini tatib ko'rishga kelganlar. Mana endi qisqacha ma'lumot, qisqacha odzivni eshitamiz. Kimga qanday, lekin burgerga yaxshiroq. Ma'lumotlar endi nima deymiz? Mana hozir buni kokletini ko'rsangiz agar вообще boshqacha, ichini ochib ko'rsak agar hech qanday boshqacha narsa yo'q. Noni juda ham yumshoq ekan. Siri sal boshqacharoq ekan. No o'rtacha, o'sha narxi masalan 2 kishiga necha pul bo'ldi? 176 ming so'm bo'ldi. Mana hozir videoda ham ko'rsatamiz chekini. Lekin bu narxga sal boshqacha. Даже Toshkentdagi Wendy's, Burger King ham narxi bir xil ham sal qimmatroq ham даже. Ular menimcha buni oldida yaxshiroq deb o'ylayman. U kimga qanaqa? Men o'zimning subyektiv fikrimni qoldirdim. Yomon emas uncha. Yanada ko'proq shu Samarqanddagi trendda bo'lgan kafelarni va burgerlarni hammasini ko'rish uchun menga obuna bo'ling. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.